kuylasam, madhing ado bo'lmagay. Dunyo kezib izlasam, o'xshashing topilmagay. Bu dunyoning jannati sensiz ko'nglim to'lmagay. Ona yurt O'zbekiston chiroyingdan aylanay. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, fidoyi va jonkuyar ustozlar, hamda aziz o'quvchi yoshlar. Barchangizni bugungi konsert dasturimizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Albatta, mustaqillik yillarida mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, xususan yoshlarimizning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy madaniyatning eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda ma'naviy yetuk barkamol shaxslarni tarbiyalash, yosh iste'dod egalarining qobiliyati va salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan sa'y-harakatlar va chora-tadbirlar millionlab yosh iste'dod egalarini hamda chin san'at ixlosmandlarini birdek ruhlantirgani shubhasiz. Mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarning natijasi o'laroq ko'pgina yoshlarimiz o'zlarining sohalarida, har qanday sohalarda, jahon arenalarida, jahon sahnalarida munosib O'zbekiston sha'nini himoya qilib kelishmoqda. Xususan, Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi yoshlari ham ustozlardan puxta saboq olgan holda respublika va xalqaro ko'rik-tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Shunday jonkuyar, fidokor yoshlardan Ozodbek Jo'raqulov ham ustozlarga munosib shogird bo'lish, milliy san'atimizning rivoji yo'lida xizmat qiladigan avlod bo'lish niyatida o'zining ilk yakkaxon konsertini siz-u bizga armug'on etish uchun tayyor turibdi. Shunday ekan, ayni fursatlarda sizlarni ko'p kutilmagan holda bugungi konsert dasturini boshlashga tayyormiz. Ma'murjon To'xtasinov musiqasi, Bobur g'azali yaxshilik ijro etadi Qarshi ixtisoslashtirilgan maktabi an'anaviy ijrochilik bo'limi 11-sinf o'quvchisi Ozodbek Jo'raqulov.
Assalomu alaykum, qadrdonlarim, akalarim, ustozlarim hamda qarindoshlarim, onam shu vaqtlarni ayamay shu konsert dasturiga tashrif buyurganligi uchun boshim osmonga yetdi. Ma'zur tutasizlar, shu 2015-yildan beri san'at sohasida bo'lsam, shu 2015-yildan beri shu san'atga qo'yilgan qadamlarning eng kattasi mana shu ilk yakkaxon konsertim bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hayajon juda kuchli. Bugungi qo'shiqlarimiz barchasi sizlar uchun. Marhamat.
Endi ozgina mavzudan chetlashamiz. Hamma o'zini bir birinchi muhabbati bo'ladi albatta. Bizdan bo'lgan shu narsa, shuncha birga yurib, o'sha yaxshi ko'rishni ayta olmaganman. Bu faqat menga emas, balki mana shu yerda turgan barcha tengdoshlarim shunaqa. Bor-borimiz albatta. Navbatdagi qo'shig'im shunga ataladi. Marhamat. Soyam kabi yaqin, gulim chiyolmadim ko'zlarimga, ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Sevişimde ayıt almadım.
shu qo'shiqni avtorini aytib o'tsam, Muhammadjon Anvarov ko'pchilik tanisa kerak. Muhammadjon Anvar qalamiga mansub. Bu qo'shiqni shu o'zimizda kafedrada aytganimizda bu qo'shiq keyin tarqalib ketdi. Shuni avtorini eslatib o'tishni o'zimga lozim topdim. Marhamat. Bugun qo'shiqlarni sizlar uchun shu qo'shiqlarni davom etamiz. Marhamat.
davom etadi. Konsertimizda ikkinchi qismi bor. Mana shu ikkinchi qismga o'tishdan oldin men bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Turli taronalar bor. Qalbga yaqin taronalar har xil mavzuda, vatan mavzusida, sevgi mavzusida, ota-ona mavzusida, baribir ularning ichida eng ajralib turadigani bu ota-onalarimizda madh etib kuylanadigan taronalar menimcha bu ajralib turadi. Insonni qalbini tub-tubiga u yetib boradi desam, mubolag'a qilmagan bo'laman. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo olim ustimdan sochsalar, otamni topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari menga she'r bitsa, onamni bolam keldingmi degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'lida nur sochgan onamsiz. Tunlari men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Bu dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq biz baxtli, baxtiyor inson, chunki bizni baxtli qilib tuqqan ayolsiz. Barchamizni baxtimizga bu dunyoga keltirgan ota-onalarimiz qolaversa bu hayotda o'z o'rnimizda topishga yordam beradigan jonajon ustozlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Yana bir bora badiiy sahnamiz markaziga 11-sinf o'quvchisi, an'anaviy ijrochilik bo'limi o'quvchisi Ozodbek Jo'raqulovni yana bir bora taklif qilaman. Konsert dasturi davom etadi. Sizni rozi qildimmikan onam, dunyolardan to'ydimmikan onam, baxtimga siz bo'ling amon, jannatimsiz eng mehribon, rozi qilib olay jonim onam, baxtimga siz bo'ling amon, jannatimsiz eng mehribon, rozi qilib olay jonim onam. Sizni rozi qildimmikan onam, dunyolardan to'ydimmikan onam, baxtimga siz bo'ling amon, jannatimsiz eng mehribon, rozi qilib olay jonim onam, baxtimga siz bo'ling amon, jannatimsiz eng mehribon, rozi qilib olay jonim onam.
uzr so'rayman, shu konsertgacha shuncha asrab shu tomog'ida asrab kelgan joyimga xudoning ishi ekan shu yaxshilik keldi. Shundan xafa bo'lmaysizlar deb umiddaman. Mana shu bir man emas, balki mana shu yerda turganchami, o'sha kursdoshlar, og'aynilar, shu farzand zoti ota-onaga hech ham shu yaxshi ko'rishni ayta olmagan. Endi aytish mumkin, lekin kim masalan esda oladi ota-onasini qachon yaxshi ko'rishini, yaxshi ko'raman deb ayta olgan ota-onasini. To'g'risi, ota-ona sizlarni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. O'sha sizlarga ayta olmagan bo'lsam ham, shu kechalari bir uxlayotgan paytingiz ota-onangizni yoshi o'tib borayotganini ko'rib, shu ko'zimga yosh olib, shu uni ko'rsata olmagan hech kimga sizlarni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu darajaga yetib kelishimga birinchi o'qituvchim, Koson tumanida 8-sonli musiqa san'at maktabida tahsil olgan o'qituvchim Shahzod Umar ustozimga kattakon rahmat aytmoqchiman. Ayrim sabablarga ko'ra kela olmadilar. Lekin mana shu yerga kelib ham bir ilm darslaridan tashqari ham o'sha o'gitlari bilan shu menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan G'anishir Otamurod ustozimga alohida rahmat aytib qolaman. Shu mana san'at sohasiga kirib kelishimga, o'sha qo'limda o'sha san'at darvozasidan kirgizib qo'ygan rahmatli buvijonim bo'ladilar. Afsuski oramizda yo'qlar, lekin o'sha oramizda bo'lganlarida bu yoqda emas, balki mana shu yerda o'tirgan bo'ladilar, to'g'risi. Sabablarga ko'ra shunday bo'lib qoldi. Va meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha ustozlarimga, ota-onam, qarindoshlarimga kattakon rahmat. Keyin mana shu konsert dasturi shunaqa programmasini tuzishni boshlagandan so'ng shu konsert qilaman degan gap boshlangandan keyin orangizda ayrim o'sha oldingizdagi insonlar ham, oldingizdagi do'stlar ham ayrimlari ko'ra olmayotganda, to'g'risi. Shunday bo'lib qoldi. Endi uni kimligini aytmayman, lekin shunaqa bo'lar ekan. Men shu internetlarda yoki kimlardandir shu gapni eshitganimga ishonmaganman, lekin shu narsa bo'ldi. Va shundan kelib chiqib bir qo'shiq aytmoqchiman. Xudoim hech qachon o'zimizga birovga zor qilib qo'ymasin, birovga xor qilib qo'ymasin, yuzimiz yorug' bo'lsin. Marhamat, ketdik. Chiroqchalik millioner bo'lmasang-da, eng jonga yorug' bo'lmasang-da, oshib toshib bitib ketmasang-da, Xudo o'zi xor qilmasin, bandasiga zor qilmasin. Banda bersa minnat bo'larkan, bermasa agar illat bo'larkan. Xudo bersa ne'mat bo'larkan, bermasa agar hikmat bo'larkan. Ey Xudo o'zing xor qilmagin, bandasiga zor qilmagin.
hozir yiqilar deb kutib turgan Xudo o'zi xor qilsin, bandasiga zor qilmasin. Jonchilik boy bo'lmasanglar, teng jonga yor bo'lmasanglar, oshib toshib bitib ketmasanglar, Xudo o'zi marhamat, sho'x qo'shiqlarimizni davom etamiz.
gülüm yağıştan göz giyiniz Avacan taze gülüm yağıştan göz giyiniz Bir nigar birle şehit kıldılar göz giyiniz Bir nigar birle şehit kıldılar göz giyiniz Yana leylim leylim sana boylum boylum Yana ağlam yana yaşlılar gülüm yana
chiroyli ta'zim qilib qo'yasiz. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchi yoshlar, barchalaringizga bugungi konsertga tashrif uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bugungi tashkil etilgan konsert uchun fikrlarni bildirish uchun sahnamizga an'anaviy ijrochilik bo'limi boshlig'i ustozimiz Shuhrat Shodiyevni qolaversa, Ozodbekni ustozlari, ta'lim berib kelayotgan ustozlari, Ramjiraga Odamroqov ustozlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat ustozlar. Birgalikda tashrif buyurasizlar. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. O'quvchi yoshlar, hurmatli ota-onalar, hamkasblar. Mana Ozodbekning yakkaxon konsertini ko'rdik. Juda ajoyib, juda chiroyli. Sozandalarga rahmat. Yaqindan yordam bergan sozandalar chiqa olamizmi? Bu konsert bir yil oldindan beri, anchadan beri Ozodbek kelib, shu yakkaxon konsertini qo'yaman deb orzu havas qilib yurardi. Iloji boricha to'y bo'lmasin, chiroyli, tartibda o'quvchilarga ibrat bo'ladigan darajada bo'lsin dedik. 11-sinflarimiz juda yaxshi raqsga tushayotgan, buni ko'rmagan ekanmiz. Bular 13-xonaga olib shunda o'ynatamiz, nasib bo'lsa. Ozodbek tabriklaymiz. Rahmat. O'qishlaringizga rivoj, omad. Ota-onangizni baxtiga sog'-omon bo'ling. Alloh kasbingizga, umringizga, sizga baraka bersin. Shu oliy ta'limga kirishga ham nasib etsin. Bizda dargohimiz 2 yillik dargoh, juda oz o'qish muddatimiz. Shu 2 yil davomida har bitta o'quvchi an'anaviy xonanda bo'ladimi, boshqa yo'nalish bo'ladimi, o'ziga bir orzu havas qo'yish kerak edi, o'ziga maqsad qo'yish kerak. Bu maqsad shu kollejga kirdim, shu maktabga, ilm dargohiga shu nimadir qilib chiqib ketishim kerak degan, bu boshqa o'quvchilarga ham taalluqli-da, 11-sinflar, 10-sinf bo'ladimi? Shuning uchun sizlarga mana shu sahna yuzini ko'rish nasib etsin. Insonga ozgina bir xohish, istak bo'lsa, qolgani bo'laveradi. Shu sizlarga Ozodbek ibrat bo'lib qolsin-da. Qolganlar ham shunaqa konsert qo'yish, shunaqa dargohga, shunaqa joyga chiqib sahnaga konsert qo'yish nasib etsin. Ozodbek ishlariga rivoj, poytaxtdagi katta konsert zallariga ham shunday konsert qo'yish nasib etsin. Assalomu alaykum, hurmatli shogirdlar, ustozlar, hamkasblar. Men bugungi yutuq bilan shogirdimizni chin yurakdan tabriklayman. Ozodni boshqa iqtidorli yoshlardan farqi, ba'zi bir yoshlar quloqsizroq bo'ladi-da, agar iqtidorli bo'lsa. Lekin bunga tarbiya, ta'lim juda chiroyli berilgan. Avval sizga rahmat. Birinchi o'rinda o'sha dada ko'chada har joyda ishlayversa ham, farzand tarbiyasi menimcha eng mas'ul inson onam. Sizga katta rahmat. Shunaqa farzand yetishtirgan, tarbiya qilyapsizga rahmat. Nasib bo'lsa shu respublikadagi konsertlar berib, sizni bizni yuzimizni yorug' qilib, doim faxrlanib yuraylik. Barcha yoshlarga shuni yo'lini, ta'lim tarbiyasini, odobini tilayman. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shu konsert dasturini tashkillashtirishga yordam bergan o'qituvchim Farishta Otamurodovga va kafedra mudirasi Shodiyev ustozimga alohida minnatdorchilik bildiraman va zavodchimiz Narzullo ustozimga ham alohida rahmat aytib qolaman. Mana shu menga shu konsertda orqada shunchalik darajada nima deydi? Bir qonun qilib menga shu katta yordam qilgan, beminnat yordam qilgan shu ustozlarimga, kursdoshlarimga alohida men ta'zimdaman, ming rahmat sizlarga. To'g'risi bu program o'zi kecha bo'ldi, lekin o'shanga 100% program bo'lgani yo'qda. Siz shu ertalab kelishdi, ertalab 1 soat ichida mana shunday darajaga yetib keldi. Siz to'g'risi katta rahmat.
keyin man shu sahnada turganimdan foydalanib onamga va mana shu guvoh bo'lib turgan barcha o'qituvchi va yoshlarni oldida, qarindoshlarim oldida va'da beraman. Inshaalloh Xudo xohlasa 10 yildan keyin Xalqlar do'stligi san'at kaset qo'yishga va'da beraman. Inshaalloh shu kaset qilaman dedim. Yuragimda ikkilanish bor edi. To'g'risi, men o'zimga o'z ko'nglimga yoqdi. Xudo xohlasa, Xudoyim o'sha kunni ham yetkazadi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, kattakon sog' bo'linglar. Rahmat. Albatta, bildirilgan fikrlar uchun ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Har doim O'zbekistonimizda ravnaqi yo'lida xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalashda bardavom bo'ladigan ustozlarimiz vaqtimizga sog' salomat bo'lsin ustoz. Sog' salomat bo'lsinlar. Bugungi konsert dasturimiz mana shu pallada, mana shu nuqtada o'z nihoyasiga yetdi. Marhamat, Ozodbekni tabriklamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol sahnaga chiqib tabriklashingiz mumkin. Qolaversa, chiroyli fotosuratlarga ham shu asar bugungi konsert dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.